Marras qoch. Tushunmadim. Qani u? Kimsiz? Sakina. Tushunmadim sizni. Men sizga gapiryapman. Kimsiz? Nega birovni uyiga bostirib Qani kelyapsiz? Sakina? Sakinadan nima ishingiz bor? Nima ishingiz bor deyapman sizga. Tinchlik. Chaqir uni. Kim bu? Sakina. Bu kishi kim? Dabdurustdan seni so'rab, uyimga bostirib kirdi. Har holda meni uyim ekanligini unga tushuntirib qo'ygan. Bunyod aka, men bular bilan gaplashishni umuman xohlamayman. Oxiri sizni militsiyaga berib qutulamanmi? Tinch qo'yasizmi yo'qmi? Bo'ldi-da endi. Bunyod aka, siz menga ishoning. Bular tuhmatchi, moshenik odam. Hey, Bunyod aka, bularchi dadamdan qolib ketgan alamlarni mendan olyaptilar. Hozir ham menga tuhmat qilyapsizmi? Bo'ldi, endi tinch qo'ying, hech narsam yo'q meni. O'sha uyim kerakmi? Oling o'sha uyimmi? nima deyapsan? Nima deb tuhmat qilyapman? Menga qarang. Baqirmang. Ovoz ko'tarmang. Bu yer meni uyim. Qo'ni qo'shnilar eshish kerak emas. Men bilan shuncha aysh ishrat qilib, don olishib, sevishib endi men tuhmatchiga chiqdimmi? Qanaqa don nima deyapsiz? Gapir bunga. Uylanib olib, endi men tuhmatchi bo'ldimmi? Qanaqa uy? Qaysi uyni gapiryapsiz? Gapir bunga. Bunyod aka, bular aldayaptilar, menga ishoning. Ko'rdingizmi qanaqa tuhmatchi?